Hello, barcha kasalxonalar sizlar bilan Rever va bu meni qorli vijvaniyamni 3-qismi. Mana atrofida ko'rib turganinglarda pastda hech narsa yo'q. Bu video kam bo'lib qolishi mumkin. No, ketdi xullas. Hop, bolalar. Xo'sh. Qorli vijvaniya to'g'risini aytsam, Narvani ketayotgani yo'q. Uyim qordan. Men bu biom menga yoqqani uchun mana shu yerda tanlagandim. Dokansa ketsak ham bo'lardi. Men prosta endi obzor qilaman uyimning yaqinidagi narsalarni. G'or bormi? G'or ham yo'qda daji bolalar nima qilishni bilmayman. Bitta qanaqa kuchayish mumkin вообще-то. Bularda suv chiqadi lekin. Prima shular kreativda sindirsanglar, kimda suv chiqadigan bo'lsa, menga o'shani videosini tashlab yuboringlar, kanallari nomi bilan. Men o'tib ko'raman. Yo'q bo'lib ketmasam bo'ldi. Bu yerlarda prima bolalar bor-u. Nima qilishga vashshi hayron qolganman. Prima hayron qoldim. Men bu muzni olishim uchun, yo'q, to'xtanglar, umuman qurilishni davom ettirishim uchun menga muz kerak. Qorli uyni buzaman deb muzli uy qurmoqchiman. Agar u sinib ketmasa, ну вообще-то yog'ochdan ham uy qurib yuborishim mumkin. Prosta boru, men bu muzni olmoqchi bo'lsam, birinchi muammo o'zi tushmaydi, suv tushadi. Ikkinchi muammo menga shoki kasaniya kerak. Ularsiz hech narsa tushmaydi, muz ham tushmaydi, boshqa narsa ham tushmaydi. Bitta quyon ham bor ekan qaraki. Muzim bor ekan-ku, bolalar. Niye aytmaysizlar? Yo. Hop. Hozir qaytaman. Bolalar, men bu narsani mana shunday o'tiraversin, baribir video hozir tugaydi. Men bu narsani qurib oldim. Nimaga bilmayman. Bo'tlar hal bolalar, men bitta zo'r g'oya bor-da. Mana shu kichkina turaveradi-da, dakansa pastga kablab, pastda katta baza quramizmi? Men bu vijvaniyani ham ko'p olmoqchiman. Reverchik degan kanalimni sizlarga tavsiya etaman. Уже 13 ta obunachi bo'ldi. Vijvaniyalar olib boraman u yerda. Xo'sh, bu esa yangi ochilgan. Kechadan oldingi kuni men qachondir ochilgan-da bu kanalim. Kanal ochildi, lekin video qo'ymay yurgandim. Hop. Bolalar. Barchaga to'g'ri tushunadi. Rahmat, sizlar bilan Rever bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.